qadrli chorva ishqibozlari, bizda mana sigirimizda yo'ldosh ushlanib qolish holati kuzatildi. Bu sigirimizga hozir 12 soatli interval bilan Toshboltota firmasiga tegishli Utrezol preparatidan 10 mg dan inyeksiya qilib turamiz. Har 12 soatda. Bu nima uchun yordam beradi? Utrezol preparati sut bezlari va bachadon silliq muskullarini qisqarishida yordam berib, bachadon ichida to'planib qolgan suyuqlik yoki yo'ldoshchi qoldiqlarini olib chiqib berishga yordam beradi bizga. Keyin bu Utrezol preparatini nafaqat tug'ruqda yo yo'ldosh ushlanib qolishda emas, balki sigirlari sun'iy urug'lantirishdan yoki buqaga qo'yishdan oldin 20-30 daqiqa kiritilsa, sigirlarimizga, buqalarimizga sigir bilan buqa qo'shilishi natijasida urug'ni ushlab qolish foizi oshirib beradi. Sun'iy urug'lantirish samaradorligini ham oshirib beradi. Sigirimizga 10 gram muskul ichiga har 12 soatda inyeksiya qilib turamiz.